Ramazon Temirovning UFC'dagi keyingi raqibi kim bo'lishi mumkin degan ko'p savollar keldi va men endi o'zimning taxminimni aytib o'tmoqchiman sizlarga do'stlar. Ramazon Temirovning keyingi raqibi katta ehtimol bilan chempionlik jangiga da'vogar bo'lgan, lekin debyut jangida yo'q, chempionlik jangiga da'vogar bo'lgan Kai Asakura bor. U 15-o'rinda turibdi reytingda. Ramazon bo'lsa endi reytingga qo'shildi yoki Tim Elliot bor. Eski jangchi, juda ham eski jangchi. Balkim ana shu bilan ushtirishi mumkin deb o'ylayman, Tim Elliot bilan. Va jang Ozarbayjonda bo'layotgan turnirda tashkil qilinishi mumkin. Chunki ozarbayjonliklar masalan bizga yaqin xalq va juda ham ko'p muxlis yig'amiz degan ma'noda ham yutqazib yuborishi mumkin do'stlar. Nima bo'lganda ham Ramazonda ikkita jangchida ham imkoniyat katta. Xo'p, Kai Asakura juda ham xavfli. Nima deyiladi? Elliotdan ko'ra Asakura xavfliroq, chunki yosh. Lekin Asakura bilan jang qilish ehtimoli menimcha sal yuqoriroq. Nimaga? Lekin biz uchun noto'g'ri qadam bo'ladi. Bu chunki Asakura 15-o'ringa, Ramazon Temirov 13-o'rinda. Bu Ramazon uchun orqaga qadam. Agar Ramazonga va'da qilishsa, oldinga qadam qo'yishini, ya'ni reytingda ko'tarilishini va'da qilishsa, balkim urishsa bo'lar. Lekin Tim Elliot bilan jangi menga ko'proq yoqyapti. Men Ramazonga o'sha kuni aytdim, "Davay Tim Elliot bilan jang tashkil qilinishini so'ra. Elliot bilan davay, oldinga harakat qilishing kerak. Oldinga, hozir vaqti kam. Tezroq harakat qilib, mana shunaqa veteranlar bilan urushib, ular xavfli emas, xavfli. Yoshlarchalik xavfli emas, lekin ulardan zo'r opit olsa bo'ladi degan bir ma'noda. Xavfli emas deganimda har qanday jangchi xavfli. Bu narsani qanday tushunasizlar bilmadim sizlar, lekin bu narsani tushunadi. Ya'ni Ramazonga hozir ko'proq opit kerak, Ramazonga ko'proq usullarni o'rganish kerak va Ramazon yana ham mana shu divizionga ko'nikib borish kerak. Shuning uchun ham Tim Elliot yoki Kai Asakura meni ko'zimga tashlandi. Lekin hali chempionlik jangigacha borish uchun bitta ikkita chig'iriqlardan o'tish kerak bo'ladi va yaqinda Pantoja, ya'ni mana shu vaznda chempioni 61 kilogramga o'tib ketishi mumkin va kim biladi, o'shanda divizion ag'dar-to'ntar bo'ladi va bir ikkita jangchilar pensiyaga chiqish arafasida turibdi. Steve Edsek degan jangchi bor, bilasizlar, u ham chempionlik uchun jang qilib ko'rdi. U ham yutqizdi. U ham turibdi bizga qarshi bo'lib turgan. Va mana shunday qilib chig'iriqdan o'tkazishyapti. UFC'dagi bu vazn juda ham nima deyiladi? Qanaqadir bir stabilность yo'q bu yerda. Ya'ni bir xillik bo'lmagan, ya'ni qolgan vaznlarda masalan 70 kiloda chempionlik jangiga borish uchun 3 yil, 4 yil jang qilish kerak, 6-7 ta janglardan o'tkazish kerak, masalan boshqa vaznlarda. Lekin bu yerda aynan mana shu vaznda 61 emas, kechirasiz, 57 kilogramm vaznda hattoki debyutantni ham kamarga qo'yib yuborishi mumkin. Hattoki kamar uchun jangchilar bir-bilan 4 marta, 5 martalab ham jang qilishi mumkin. Hozir Moreno bilan agar mabodo Pantoja urushadigan bo'lsa, adashmasam 4-jangim, 3-jangim, 4-jangi bo'ladi bular. Juda ham nostabil qanaqadir vazn hisoblanadi va Ramazonda bu ham plyusga o'ynashi mumkin, ham minusga o'ynashi mumkin. Chunki Ramazon to'g'ri zo'r hayp oldi, nokautlari, g'alabalari bilan juda ham xalqning og'ziga tushdi, lekin kamroq qo'llab-quvvatlanish bo'lyapti Ramazonda biz tomonidan, O'zbekiston tomonidan. Va men shu narsani so'ragan bo'lardim. Ramazonni har bitta UFC bilan bog'liq bo'lgan posti bo'ladimi? O'zini posti bilan kirib ko'proq qo'llab-quvvatlash kerak. Ko'proq qo'llab-quvvatlansa, u ko'radi UFC'dagilar. Hozir Instagram, boshqa tarmoqlarda qanchalik populyarmiz deydiki, taniqliligini ko'radida, deydi, buni ko'tarish kerak deydi. Buni orqasidan muxlislar keladi deydi. Bu bir. Conor McGregor deysizlar. Conor McGregor kelganda irlandiyaliklar shunchalik qo'llab-quvvatlaganki, UFC'dagilar ilojisi qolmagan, unga ko'proq yorqinroq boy berishdi va Conorni ko'tarmaslikdan boshqa iloji yo'qligini bilishgan. Shuning uchun ham men aytayapmanki, ko'proq qo'llab-quvvatlash kerak. Qanaqadir har xil Gavasamaniya yoki Pantojani, boshqani o'sha vaznda janglariga aloqador videolar qo'ysa ham UFC'da kirish kerak, bosish kerak, bombit qilib tashlash kerak. Shunda ularni e'tiborini tortadi. Ramazon Temirov, har bitta anonsda Ramazon Temirov. Shunda biz uni qo'llab, uni ko'tarish darajasiga olib kela olamiz. Va bu vaznda hozir bizning O'zbekistonlik yana bitta Ramazonni zo'r parasi bo'lgan, bir vaqtlar musobaqaga birga tushgan Furqatbek Yakubov ham kirish arafasida turibdi. Agar Ramazon hozir 2-3 ta jangni yutib, Furqatbek Yakubovni nomini tilga oladigan bo'lsa
Furqatbekni nomini tilga oladigan bo'lsa, bu Furqatbekni UFC'ga kirishini ehtimolini yanayam oshiradi. Chunki bilasizlar, qaysi reytingdagi jangchi shu UFC'ga kira olmayotgan jangchi nomini tilga olsa, o'sha jangchi UFC'ga kirish ehtimoli juda ham katta. Masalan, Hamzat Chimayev bilan Aliskerov urushganda Aliskerovni kirish ehtimoli ko'paydi. Mana hozir masalan Pereirani yutgan rus jangchisi, adashmasam kim edi? Shu kickboksyor. O'shani ham UFC'ga olishdi, lekin u gonorari kamligi uchun qaytib ketdi. O'shani nomini bilganlar kommentariy yozib qo'yinglar. Hozir esimdan tushib ketib qoldi. Men uzr, qo'limda aytaman, planshet bilan o'tirmasam, keyingi safar adashib ketyapman. Oldinlari yonimda telefonim yoki boshqa narsam turardi. Hozir chista o'zimni miyamdagi fikrlarimni aytyapman sizlarga. Va bildirib qo'yinglar, qani fikrlaringiz. Ramazon Temirov yana nechta boydan keyin UFC kamariga yetib borishi mumkin? Shunaqa fikrlaringizni kutib qolaman sizlardan do'stlar. Kuzatganlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, like bosish esdan chiqmasin.